Aeroport atrofidan uy qidirayotganlarning diqqatiga 3-aeroportni orqa tarafidagi mahallaga kelganmiz. Sergeli rayon bo'ladi. Fasad uzunligi ham, eniga uzunligi ham 20 ga 20, ровно to'suvtu. Sizlar bilan birga shu uyimizni hozir obzorini qilamiz. Uyimizga bemalol ikkita 3 ta mashina sig'adi. Hovlisi ham juda fayzli ekan. To'yda gullarni ekib chiroyli qilib qo'yishibdi. Remontlari ham juda chiroyli. Hozir ichkarilarini ko'rsatdim. Xo'p, birinchi hovlisini ko'rib olamiz. Rayhonli ekib, juda ham bog' qilib qo'yishgan, ko'rasizlar. Fayzli xonadon. Xo'p, bu yoqda bitta ayvonimiz, yonida zalimiz, uni yonida bizga katta mehmon kutish uchun zal joylashtirilgan. Bu yoqda tepada bolxonamiz bor. Endi bu yoqda ichkariga kiramiz. Sizlar bilan birgalikda internet, Wi-Fi hamma narsa joylashtirilgan. Xo'p, bu yoq yana bitta ayvonimiz. Bu yoqda yotoqxona joylashtirilgan. Xo'p, bu yoqda yana bitta kattagina mehmon xonamiz ko'rishinglar mumkin. Bu yoq oshxonamiz bo'ladi, ayollarimiz uchun maxsus. Ko'rishinglar mumkin. Remontlari ham sveji, yangida hali. Xo'p, bu yoqda umumiy yuvinish xonasiga o'tsak bo'ladi. Oshxonadan chiqar ekanmiz, mana o'ng qo'li sanuzel joylashtirilgan. Bu yoqda yana qo'l yuvish uchun makinamiz bor. Uyimizni ko'rdinglarmi? Mana shu videoga like bosgan odam ertalabda $5000 topib olsin deganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Qadrdonlar, uyimizning startdagi narxini $240,000 deyapti. Yana kelishtirib beradigan joyi bor. Qiziqqanlar uchun pastdagi raqam bo'ladi, telefon qilaverasizlar.